12 yildan beri o'rtoqlar, men mana shu polietilen truba ishlab chiqarish bilan shug'ullanaman o'zi aslida o'rtoqlar. Bu narsani sifatli ishlab chiqarish uchun 12 yillik tajribam bor. Ya'ni bu gapim bilan nima demoqchiman o'rtoqlar? Bu yerda polietilen trubani sifatiga juda ko'pchilik e'tibor bermaydi. Buni ko'p yil xizmat qilish uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak, qanaqa qilib tanlashimiz kerak, shular haqida sizlarga ma'lumot bermoqchiman o'zimning bilimlarim bilan. Masalan, truba olgani keldingiz bozorga, birinchi o'chirtda nima qilasiz? Uni yorilmasligini qattan bilasiz. Buni tekshirib ko'rish kerak. Tekshirib ko'rish uchun qo'lingizga kuvalda olasiz, ukam bor kuching bilan ur mana shuni. Ur. Voh. Voh, bo'ldi. Bo'ldi endi bo'ldi. Qani artvoramiz. Qani artvoramiz. Video jonli ketyapti o'rtoqlar. Shundoq. O'g'imiz mana mashetdan treshina ketish kerak edi, lekin mana ko'rib turganinglardek bo'lg'ani izi bor, faqat lekin bu yerda hech qanaqa treshina ketgani yo'q. Ko'rdinglar? Mana nima uchun mendan polietilen truba olishinglarni birinchi sababini ko'rsatyapman. Ikkinchi sababi qanaqa bo'ladi tekshirish uchun. Qani ketdi. Mana ikkiga buklaymiz. Buklangan joyini ko'ryapsizlar. Yana orqaga qaytaramiz. Yana to'g'irlaymiz. Mana ko'rib turganinglardek, o'sha hech narsa yo'q. Faqatgina ozgina pachoq bo'lgan joyi qoldi-yu, lekin treshina yorilib ketish holati kuzatilgani yo'q. Ko'rdinglarmi o'rtoqlar? Shunaqa sifatli polietilen trubalar kerak bo'lsa, kelaverasizlar. O'zimda bor birinchi qo'l, o'zim ishlab chiqaraman bunaqa mahsulotlarni. Joninglar sog' bo'lsin. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib yuboramiz.